Qadrli talabalar, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan savol, nima uchun Z avlodi vakillari o'zlarini baxtsiz his qilishadi? Keling, shu savolga javobda to'xtalish uchun birinchi Z avlod vakillari o'zi kim? Shu haqida gapirsak. Agar siz 1997-yildan 2012-yil oralig'ida tavallud topgan bo'lsangiz, ushbu demak davrda yashagan, ulg'aygan hozirgi yoshlar Z avlod vakillari deb nomlanadi. Bularning ikkinchi nomi zoomerlar. Ya'ni ular ijtimoiy tarmoqlar, internet rivojlanish davri, raqamli texnologiyalar davri bilan birga ulg'aygan raqamli avlod deb nomlanadi. Raqamli avloddagi yoki hozirgi aksariyat yoshlarimizda baxtsizlikni his qilishning asosiy sababini bugun siz psixologiya fanida Freydning psixoanaliz nazariyasi asosida tushuntirib o'taman. Umuman olganda psixoanaliz haqida gapiradigan bo'lsak, insonning psixikasi 3 ta qismdan iborat. Bu it, u, ego, men, ya'ni insonning ongi va supermen, ya'ni ijtimoiy qatlam yoki ijtimoiy ong deb nomlanadi. Nima uchun biz hozirgi kunda o'zimizni baxtsiz his qilishimizning asosiy sababi aslida yoshlarda xohish va istaklarning qolmaganligi, maqsadlarning juda ham ko'pligi va ijtimoiy tarmoqlarda ko'riladigan asosiy reels va videolarga o'zini taqqoslashi. Va bu taqqoslash asosida ularning maqsadlari sekundlar, kunlar davomida har xil tarzda o'zgarib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Haqiqatan ham shundaymi? Gohida Z avlodi vakillaridan so'rasam, nimani aslida xohlaysiz? Hayotda maqsadingiz nima deydigan bo'lsam, aniq bir javobni aytishmaydi. Gohida menga aytishadiki, ahli ham izlamoqdaman. Va gohida men chetga ketmoqchiman, chet el mamlakatida o'qimoqchiman yoki shu yerda ko'proq pul topmoqchiman deydi. Bunday qaraydigan bo'lsangiz, Z avlod vakillari tezroq natijaga erishishni xohlashadi. Tezroq boy bo'lishdi, tezroq katta-katta muvaffaqiyatlarga erishishdi. Bunday tezlik bilan maqsadga erishish ularda nimani keltirib chiqaradi? Diqqatining beqarorlashuvi natijasida xohish va istaklarning xaotik, ya'ni tartibsiz ravishda hayotida birlashishiga kelib chiqadi. Bu narsani yana tushuntirish uchun psixoanaliz nazariyasi bo'yicha kiradigan bo'lsak, bizni markazda turgan Freyd nazariyasi bo'yicha it bu bizning instinktlarimiz, bizning xohishlarimiz va bu it boshqa qilib aytadigan bo'lsak, bu bizning nafsimiz. Aslida insonning nafsi juda ham ko'p narsani xohlaydi, lekin jamiyat va biz yashab turgan muhit bu narsaga yo'l qo'ymaydi. Misol uchun sizda idingiz aytishi mumkin, telefonda ko'rgan videoga qarab, buni mashinasi bor yoki 16 yoshda IELTSdan 9 oldi. Nima uchun men hali ham IELTSdan 9 olmadim? Itning birinchi savoli. Ko'ryapsiz-a? Nima uchun men hali ham boy emasman? Nima uchun men hali ham muvaffaqiyatga erishmadim? Men bu narsani xohlayman, chiroyli kiyinishni, chiroyli uyni, chiroyli mashinani, tezroq muvaffaqiyatga erishishni istayman. Istayman, xohlayman degan savollarni bizning ichimizdagi it, ya'ni hayvoniy instinktlarimiz asosida shakllangan xohishlarimizni boshqaruvchi qism savol beradi. Ikkinchi qavat Freyd nazariyasi bu bizning egomiz, ya'ni bizning menimiz, bu bizning ongimiz. Ongimiz yaxshi biladiki, siz hali muvaffaqiyatga erishmagansiz, chunki hozir siz kimsiz? Sizda aytadigan bo'lsak, siz talabasiz. Savol beradi it, men chet elga ketishni xohlayman. Ego qavat aytadi, sen talabasan. Hozir qayerdasan? Hozir shu yerdasan va talaba ekanligingni bilasan. Va shu uchun ham super men qavat, ya'ni 3-qavat, jamiyat esa har doim nega haligacha muvaffaqiyatga erishmading? Yoki ota-onalarimiz aytadi, nega haligacha bitta kitob o'qimading? Nega haligacha ingliz tilini o'rganmading? Nega haligacha qo'ygan maqsadlaring sari harakat qilmayapsan? Degan tashqaridan keladigan fikrlar bu sizda supermen qavatingiz hisoblanadi. Endi savol, sizning xohish va istagingiz qayerda? O'zi nimani istaysiz? Bilmaydi ko'pchilik. Aslida siz istaydigan narsa it, ego va super ego o'rtasidagi muvozanatdan kelib chiqadi. Ya'ni Z avlodi vakillarining asosiy muammosi hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar bilan, virtual olam bilan o'zining real hayoti o'rtasidagi farqni kattalashib ketdi. Ular butun hayotini virtual olamda ko'rishyapti. Mana misol uchun psixologiyada bor. Agar inson o'zini baxtli his qilishni istasa, u o'zining kamchiliklarini ko'ra olishi kerak. Lekin kechirasiz, hattoki ijtimoiy tarmoqda selfie bilan yashaydigan aksariyat Z avlodi vakillari filtr bilan o'zini ko'rishadi.
o'zlarini yanada chiroyliroq, go'zalroq qilib, niqoblar orqali o'zlarini idrok qilishadi. Bu esa o'zini to'g'ri qabul qila olmaslik, haqiqiy menini tanimaslik yoki o'zini unutish orqali kelib chiqadi. Va bu kelib chiqish sabablari Freyd nazariyasi bo'yicha ushbu uchta qavat o'rtasidagi nomutanosiblik va ziddiyatlar insonda bo'shliqni hosil qiladi. Bu bo'shliqni qondirish uchun yoshlar har xil xatti-harakatlar bilan, demak, ushbu bo'shliqni qondirish uchun juda ham ko'p ijtimoiy tarmoqda o'tirib qolishyapti. Ushbu bo'shliqni qondirish uchun ular ko'proq rilslar o'tkazishni, ko'proq vaqtini o'tkazishni xohlayapti. Va eng qizig'i, ijtimoiy tarmoqlar va internetni bu bilan qoralamoqchi emasman. Bu bilan aytmoqchimanki, bundan to'g'ri foydalana olmaganligimiz uchun ham biz Z avlod vakillari o'zimizda bo'shliq asosida ko'proq bezovtalikda, stressda, depressiyada his qilishni boshlayapmiz. Va yana bir sabablaridan biri albatta ushbu bo'shliqni to'ldirish, o'zingizni anglashingiz, o'zingizni nimani istayotganligingizni konkret, aniq o'zingizga savol tarzida bera olishingiz. Ko'proq hozirgi kunda yana Z avlodi vakillari insonlar bilan, boshqa avlod vakillari bilan, masalan Z avloddan oldingi vakillar Y avlod vakillari deyiladi. Avlodlar nazariyasi bo'yicha. Bu milleniallarning asosiy funksiyasi ular demak internet, ijtimoiy tarmoq eng rivojlanayotgan davrgacha jarayonda yashashgan. Ular uchun eng muhim bo'lgan xususiyat bu qadriyatlar. Ota-onasi va boshqa avlod vakillari bilan suhbatlashishadi. Z avlod vakillari ko'proq hozir aynan munosabatlar va qadriyatlar tizimiga keladigan bo'lsak, kamroq ajrashyapti. Ota-onasi va umuman olganda bobosi va buvilari bilan kamroq suhbatlashishyapti. Inson, hech qachon unutmang, ijtimoiy mavjudot. Bizning ongimizning rivojlanishining eng muhim asosi ham ijtimoiylashish jarayoni. Biz hech qachon ijtimoiy tarmoqlarda ijtimoiylashish jarayonini to'liq his qila olmaymiz. Chunki ijtimoiy tarmoqlar boshqa insonlarning hayotining andazasi hisoblanadi. U hech qachon insonni real suhbati va real hayoti bilan almashmaydi. Shu narsani biz yaxshi bilib olishimiz kerak. Va yana bir sabablaridan biri bu o'sha yoshlarimizda Z avlodi vakillarining bosh miyasidagi o'zgarishlar. Ulardagi lazzatlanish uchun javob beradigan dopamin deb nomlanuvchi neyromediatorning noto'g'ri ishlashi. Biz oddiygina bittagina video ko'rgan paytimiz dopamin miqdori ko'proq ishlab chiqariladi va bu videolarning ko'payishi natijasida dopamin miqdori ishlashi funksiyasi buziladi. Bu esa biz hayotdagi oddiygina tabiatning kichkina o'zgarishlaridan lazzatlanmasligimiz, ko'proq undan ham ko'proq narsa istashimiz, xohishlarimizning cheksizlashishiga olib keladi. Insonning xohishlari va hayotdagi kichik narsalardan lazzatlanish olmasligi natijasida nima kelib chiqadi? Qoniqmaslik hissi. Insonni baxtli bo'lishi haqida gapiradigan bo'lsak, bu o'zi fenomen hisoblanadi. Fenomen, ya'ni har bir inson uchun baxt degan tushuncha har xil. Z avlod vakillari uchun olib borilgan tadqiqotlar shu narsani ko'rsatadiki, siz uchun baxt nima degan anketa so'rovnomasida ular uchun baxt bu kattaroq muvaffaqiyatga tezlik bilan erishish ekan. Eng qizig'i, siz muvaffaqiyatga tezlik bilan erishish uchun siz ko'proq mehnat qilishingiz kerak. Lekin mehnat qilishga keladigan bo'lsak, Z avlod vakillari sal orqada qolishgan. Jismoniy mehnat, sport bilan shug'ullanish, ijtimoiy tarmoqlardan forig' bo'lish yoki uni iloji boricha balansga solish bizni baxt hissini his qilishimizga olib keladi. Z avlod vakili sifatida biz yangi tushunchaga, ya'ni infodieta degan tushunchaga amal qilishimiz kerak. Biz ko'rayotgan ma'lumotlarni, demak, nazorat qilishimiz kerak. Shundagina biz o'zimizni baxtliroq his qilishimiz mumkin. Va hech qachon unutmang, siz o'zingizda anglashga harakat qilganingizdagina haqiqiy baxtni anglab yetishingiz mumkin. Uni boshqalarning hayotidan izlamang. Uni faqat o'zingizdan izlang. Z avlod vakillarining o'zini baxtsiz his qilishining asosiy sababi ijtimoiy tarmoqlardan noto'g'ri foydalanishi va keragidan ortiq ko'proq ijtimoiy tarmoqlarga murojaat qilishi.